Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasangizlar hafta kuniga chorshanba 19-noyabr Qo'qon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat, yangi, eski har xil ranglardan bor video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar kommentariyaga ili bilan nomini yozib qoldiringlar. Hammaga omad. Video roligimizni boshladik. 2018 dan boshladik bugungi video roligimizni oppoq rangidan mexanika ishqibozlar uchun. Yurgani 159 ming. Rasxotmi edi motori? Yo'q, rasxoti yo'q. Motor rasxoti yo'q. Metan gaz o'rnatilgan, ABS konditsionerlari bor. Akkumulyatorlari ham yaxshi holatda ekan. Balonlari mana o'z yonidan ko'rib olinglar, o'zi turishi aytib turibdi qanaqaligini. Salon holatlari. Xo'p. Bar qo'yilgan ekan bunga. Ichki holatlarni ko'ringlar mana. Monitor qo'yilgan. Endi bar nima desam bo'ladi? Oddiy bar, lekin Nexia 3 da shunaqa suv qo'yadigani umuman bo'lmay ekan o'ziniki. Aytmoqchi bo'lgan, bu ham undan yaxshi ekan ancha. Suv qo'yadigani umuman bo'lmay ekan Nexia 3 da. Telefon qo'yadigan ham plus minus bari hammasi bo'ladi. Xo'p, 90 talik metan. Qo'llari zavod holatda. 2018 159 ming yurdi aka. Kraskasi qanaqa? Kraskasi shu bagajning o'zida bor. Ichiga o'tmagan? Yo'q, ichiga o'tmagan, shu bagajning o'zida qolgan hamma joy toza. Xo'p, nech pul qilib berasiz buni aka, yaqinrog'i? Bozordan arzonrog'i. 7 ni pastiga beramiz. 7 ni pastiga xudo xohlasa beriladi. Mana 7 ni pastda Nexia so'raganlarga hujjatlari nomiga o'tkazib oladi. Genam bor, afolmen ham bor, hammasi. Bu lekin imkon qadar biz tavsiya qilamiz nominglarga o'tkazib olishinglarni. Lekin xohlagan hujjatni qilib beramiz. Ati GMP ham yo'q bor. Shu Mashina bo'lsa olib bo'laverasiz kelishi. Ha, barter bo'laveradi. Xo'p bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 91lik. 91lik 673 673 70 70. 70 raqamga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2019 navbatdagi Nexia 3'imiz azizlar. Mexanika korobka so'raganlarga. Buni yurgani qancha? Buni yurgani 150 ming. Xo'p, 150 ming yurgan, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Propan ekan bu. Propan. Pakelini propan. 150 ming yurgan, charmqo balon. Xo'p, mexanika korobka aytib o'tganimizdek, ikkinchi pozitsiyada linoleum qilingan. Xo'p, orqa salonlari 48 talik mana propan gaz. 2019 150 ming yurgan ikkinchi pozitsiya. Kraskasi qanaqa aka? Toza. 100% toza. Toza. Narxi nechi pul? Narxi endi 7900 deyapmiz. 7900 dollar kelishiladi. Kelishildi. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? 7,5 ga bermadik. 7,5 ming dollargacha pul ko'rdi. Hujjatlari-chi? Keyin qilib beramiz. Xohlagani bo'laveradi. Bo'laveradi. Variantga bermaysizlarmi? Yo'q, yo'q. Faqat naqd pulmi? Naqd. Nomeringiz? 91lik 91lik 682 682 66 66 36. 36 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2019 toza 150 ming yurgan, 7,5 ming dollargacha pul ko'ribdi. Xo'p, Nexia 3 da yevro variantini so'raganlarga mana 2018 navbatdagi Nexia 3'imiz Ravon brendi ostida chiqqanidan. Buni yurgani qancha? 228 ming toza. Xo'p, 228 ming kilometr bosib o'tgan avtomat korobka. Avtomat. Xo'p, 4-pakelini metan. ABS konditsioner, hamma narsasi bor. Motor ходовой korobkalari? Xo'p, shumka qilingan deyapsiz, ha? To'rala eshigi shumka bo'lgan. Salon holatlarini ko'ringlar. Orqada odam bor. 90 talik 4-pakelini metan. Qo'llar. Xo'p, yurgani qancha dedingiz? 228 ming yurgan 2018 avtomat korobka. Kraskasi? Kapot bilan nimada bor? Krinoda bor, ha, ichiga o'tmagan. Ikkita detalda. Narxi nech pul buni aka? Narxini 8 ming deyapmiz. 8 ming dollar kelishiladi. Kelishiladi. Hujjatlari-chi? Generalni qilib beramiz. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Bo'laveradi. Variantga bermaysizmi? Yo'q, narx. Faqat naqd pulgami? Faqat. Nomeringiz aka? Ko'rib olavering. 2018 azizlar mana ikkita detalli kraskasi bor ekan. 027 82 55. 027 82 55. Nechili? 50. 50 kodi bilan. 2018 navbatdagi Nexia 3'imiz.
Buni probegi qanaqa dedingiz? 207 ming yurgan mashina. Mexanika korobka. 4-paketli metan gazi bor. Motor ходовой korobkasi. Balonlari yaxshi holatda ekan. Motor asfalt qilmaydimi aka? Korobkalari yaxshimi? Mana salon holatlarini bitta ko'ringlar azizlar. Yaxshi holatda. Xo'p, 90 talik temir metan gaz o'rnatilgan. 2018 207 ming yurgan mexanika ishqibozlari uchun mana. Kraskasi qanaqa buni aka? Bitta eshigida? To'rtta eshik. Ha, to'rala eshigida nimadir o'chirgan sepilgan. Ha, anaqa MIP mashinasi bo'lgan bu. Yozuvlar o'chirish uchun sepilgan. Atay biron kaltaga bo'lmagan lekin tekshirib olaveradi. Bo'lmagan. Yo'q. Nech pul qilib berasiz buni aka? Buni 68. 6800 dan o'tib berasiz. Ha, baholas. Bo'ldi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Hamma dokument nomimizdagi o'zimiz nomimizga chiqarib olganmiz. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 91 91 673 673 70 70 70. 70 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. 2019 navbatdagi Nexus'imiz. Buni yurgani qancha aka? Yurgani 178. Xo'p, 178 ming kilometr bosib o'tgan, ikkinchi pozitsiyada mexanika. 4-paketli metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Velcro akkumulyator. Diskalar. Bu balon qo'yilgan bu o'ziniki. Ha, yumshoq balon, diska qo'yilgan. Mercedes diskami? Xo'p. Cho'tki qilib qo'yishdi. Tayyor ekan-da. Ximtiska u narsa qilinmaydi. Mana sizlar. Yuvaman, tozalayman demasizlar ekan, tayyor qilib olib chiqilibdi. Xo'p, 90 talik temir metan gaz o'rnatilgan. Pollari zavod holatda shumka qilib qo'yilgan ekan. Yurgani qancha edi aka? Malol o'zini yurgani 178. Xo'p, 178 ming yurgan 2019. Ikkinchi pozitsiya. Kraskasi? Bor 20-30%. 20-30% bor, ichiga o'tmagan. Suyagi butun, oldi arqa pecha. Xo'p, narxini nech pul qilib berasiz? 7000 deyapsiz, kami bor. 7000 dollar kelishiladi. Kelishiladi. Nech pul ko'rsir bo'lmasa aka? Tushunmadim. Nech pul ko'rdi bozorda? Bozor 6,5. 6,5. Qo'shganga berasiz. Qo'shib berib oladi. Hujjatiga ham bo'laveradi. 3 yilga gen ham qilib 3 yilga ham bo'laveradi, lekin imkon qadar nomiyaga o'tkazib olsanglar, ikkala tarafga ham yaxshi. Nomeringiz? 94 94 755 755 0760. 0760 variantga beraman dedingiz. Yo'q, variant. Faqat naqd pul yoki mashinaga bar. Bir. Xo'p, navbatdagi Nexus 3'imiz ham mexanika ekan. Diska qo'yilgan bunisiga. Archa balon qo'yilgan ekan-a bunga. 2018 ga 19. Yurgani qancha buni? Yurgan 114 ming. Xo'p, 114 ming kilometr bosib o'tgan, metan gaz o'rnatilgan. Motor ходовой korobka. Chotki ochilmagan. Diska qo'yilgan ekan. Archa balon ham yondan ko'ra olinglar. Tiniq holatda agar ketsa shu joydan boshlaydi ketishdi, archa balon. Salon holatlari yaxshi. Yurgani 100 ming atrofida yaxshi bizda. 90 talik temir metan gaz o'rnatilgan. Tollari zavod holati. 2018 ga 19 112 ming yurgan. Ikkita petno. 114 ming yurgan. Qayerda u petno? Qanot bilan kapot uchida petman baholas. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, ichiga o'tmagan. Nech pul bunisining narxi aka? 7,5 ming qilib beramiz. 7500 dollar kelishdi. Hujjatlari ham bo'ladi. Ha, gen hamma narsa bo'ladi. Bo'ldi. Xullas, variant yo'q, qolgan ular kelishdi. Hamma narsa imkoniyati bor. Nomeringiz? Bir oygacha biz shunday qo'yib beramiz. O'zim tanlab. Bir oyda misol uni sotib turguncha bir oyga shunday qo'yib beramiz. Bo'ldi. Shunday deganda endi hali ustiga pul qo'shilmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Bir oygacha imkon qadar. Nomeringiz aka? 91 91 673 673 70 70. 70 aloqaga chiqarasizlar. 2017 navbatdagi Nexus 3'imiz haqiqiy mokir asfalt rangini so'raganlarga. Bu nechinchi pozitsiya? 2 mi? Ikkinchi pozitsiya. Yurgani qancha aka? 446 ming yurgan mexanika korobka. 4-paketli metan gazi bor. Motor asfalt qilmaydimi? Yo'q, yo'q. Ходовой korobkasi? Hamma yo'g'i joyida. Xo'p, salon holatlarini ko'ringlar. Qator mana yurganini ham ko'rsatib beramiz. 446 ekan. Bemalol kelib ko'rib, ustasi ko'rsatib olaveradi aka, nasib bo'lsa. Gazlari 90 talik metan ekan.
Pollari zavod holatda 2017 da 440 ming yurgan. 440 mingdan ko'proq yurgan. Kraskasi 30% bor. 30% bor. Ichiga o'tmagan? Yo'q. Xo'p, narxini necha pul qilib berasiz? Yaqinroq aka. 6800 deyapmiz endi. 6800 deyilyapti. Kelishtiramiz. Bermaganingiz ham bo'lgandir aka sir bo'lmasa. Bermaganimiz 6 ga bermadik. 6 ga bermadingiz. Xo'p, faqat naqqa sotilgan mashina? Variantga bermaysizmi? Bo'ldi, nomeringiz aka? 90lik 90lik 366 366 51 39. 51 39 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. 2019 navbatdagi Nexus 3imiz. Bugun o'zi azizlar ko'proq mexanika syomka qildik, endi chiqqan syomka qilyapmiz. 2019 ikkinchi pozitsiya yurgani qancha? 148 ming yurgan. ABS konditsioneri bor, metan gaz o'rnatilgan. Motor ходовой korobkalari ishi yo'q, balonlari yaxshi holatda. Endi yursangiz bo'laveradigan holatda, yangi emas lekin. Salon holatlari. Ikkinchi pozitsiya mexanika. o'n to'qqizda o'zi aka. 90 talik temir metan gaz o'rnatilgan. Pollari zavod holatida. Xo'p, 2019 148 ming yurgan. Kraskasi chap kreloni betida, kapot uchida petnosi. bo'ldi. Krilo yuzaki, bitta kapotga petno tushgan. Cobalt diskasi qo'yilgan mashina. 2019 148 ming yurgan. Aka yaqinrog'i necha pul bu? 74 ga. 7400 ga berasiz. O'tib beramiz yana. O'tib beriladi. Hujjatlari-chi? Generalni ham bo'ladi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Faqat naqd pulmi yo kelishlar? Barter bor. Variantchi? Uzoq vaqtga. Bo'laveradi. Tushunarli. Yetmay qolgan summasi bo'lsa qisqaroq muddatga kelishib turilaveradi. Nomeringiz? 94 94lik 760 760 1313 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. 2019 ma'lumotlarni qaytarib berayotganim sababi videoda orqaga qaytarib yurmaysizlar. 2019 148 ming yurgan, bitta detal to'liq sepilgan, bitta petnosi bor. 7400 ga o'tib beraman dedingiz-a?